Kuni doyun zerib ketib berib bir mazmunni uchirtib qoldim. Bir to'rdosh hozir so'zlanayotgan turmush hikoyalari to'g'risida o'zining ko'z qarashini so'zlab chiqibdi. Asosliq demoqchi bo'lg'ini, hozir hikoya so'zlaydiganlar boshqalarning har xil ichinish so'zlashlarini so'zlaydi. Bunday hikoyalarni anglasanglar, ichinglar ochiq bo'lib kasal bo'lib qolsizlar, xomushlik kasal bo'lib qolsizlar, anglamanglar demoqchi. O'zimcha inkas rayoniga kirib, serib ko'rib ketib berib, bir to'rdoshning ikki qitim qayta qoldirib qo'ygan bir inkasiga ko'zim tushib qoldi. U to'rdosh hamda yoshga cho'ngroq biraylarga o'xshaydi, to'shansdan qarsam. Qayta qilib, munda bir mazmunni qoldirib qo'yibdi. Hozir qo'rqinch hikoya so'zlaydigan bir narsa paydo bo'lib qoldi. U yerdagi doktorni izlab munda qilibdi, anda davolabdi, saqayibdi deb qadimiy gaplarni qilib, o'shundalarni qo'llaydiganlar borga, asli qat'iy qo'llamasak bo'ldi degandek inkas yozib qo'yibdi-da. Shuni ko'rib, mening bir javob qaytarg'im keldi-yu, lekin hay, mush odam mening gapimni ta'tir tushunib, bu bir nima deb, men bir nima deb bekor urushib qolmaylik deb gap qilmadim. Mush yerda men to'rdoshlarga shu qo'rqinch hikoyalar to'g'risida ozroq bir o'zimning o'ylaganlarimni aytib boqqim keldi. Endi biz tug'ilib taka hozirgacha shu kinolarni ishlayotdi, qo'rqinch kinolarni ko'ryapmiz, chet elning, davlatimizning degandek. Mush yer sharining har qanday yerlarda ilm fan bilan tushuntirib bo'lmaydigan g'alati ahvollar, qo'rqinch voqealar yuz berib turdi-ku. Chet eldimi, shu davlatimizdami dangliq rejissyorlar nurg'unlagan mablag'larni silib, ishda qo'rqinch kinolarni ishlab turibdi. Shu kinolarni bilet setib olib, kinoxonaga kirib va yoki VIP setib olib turib, telefonda ko'ramiz. Demakchi, bo'g'nim qo'rqinch hikoya va yoki qo'rqinch kino, vahimalik ishlar biz so'zlab qo'yganimiz uchun paydo bo'lib qolgan narsa emas. Biz so'zlamasdimi botdi. Uyg'ur tilida bunday hikoyalarni so'zlaydigan, hamda men biladigan birinchi bojo yilqi Dilyar degan bola, keyindan bir qiz bilan men so'zildim. Men 2024-yil 1-oyning 5-ida boshlagan. Hozir 2 yildan oshdi. Hamda o'zim izchil yangilmag'achqa finslarning sonimi bek ko'p emas, lekin shundaqdimi rahmat, shu vaqtdan tortib ta hozirgacha meni qo'llayotganlarmi oz emas. Ya'ni, mayli turmush hikoyalari bo'lsin yoki qo'rqinch hikoya bo'lsin, o'zingizga ilib olmasangiz, to'g'ri yo'sinni qabul qila olsangiz, qanchalik anglasangiz bo'laverdi. Insonning tabiatida o'z ko'rib boqmagan, bilmaydigan narsalarga nisbatan ham qo'rqinish, ham qiziqish mavjudga. Shaxsan men ashtaq, men tunaydigan nurg'unlarmi ashundoq. Turmush hikoyalarini o'zingizga bek ilib olmay, to'g'ri qabul qilib, "Ben dunyoda bunday ishlar bor ekanda" deb anglab qo'ysangiz bo'laverdi. Endi bak o'ziga ilib olganlar borga, bir hikoyalarni anglab degandan yig'lab necha kunga tugishib ketadigan. Hatto zoping ishlab chiqarib, palanning pustan hikoyasini anglab, men yig'lab necha kun bo'ldi kayfiyatim mundaq deb. Anda olib ketadiganlar hamda anglasanglarmi, o'zinglar bilib, bu tor dunyosida bunday hikoyalarni anglasam, munda olib ketganda odam deb unda bir pasiv ta'sir paydo qilmay, anglasanglar bo'laverdi. Qo'rqinch hikoya so'zlash bizlar paydo qilgan ish emas. Men bildigan yo'ldoshlarning ichidagi qo'rqinch hikoya so'zlaydigan dangliq bovjularning eng jiqining 6 milliondan jiq finsisi bor. Uning keyindagilarning necha million, necha yuz minggacha finsilari bor. Ammo bizlarning ichidagi qo'rqinch hikoya so'zlaydiganlarning finsilari texi u yerga berib ketmadi. Biz unda taraqqiy qilib ketmadik. Boshqalarni bilmadim endi, ish qilib shaxsan men bu numurda hikoya so'zlab texi tuzuk pul deb baxmadim. Qat'iy topmadim sam yog'an bo'lib qoldi. Bir tal haqli hikoya chiqardim. Uningda bir necha yuz qo'y kirim bo'lgan bo'ldi. 2 yil ichida topgan pulim mushujumu necha yuz qo'y. Shunga men texi tuzuk pul deb baxmadim. Uzun gapning qisqasi bir-birimizni qo'llayli. Qabul qila olsangiz anglang, qabul qilmasangiz serib o'tib keting. Odamning ko'ngliga azor beradigan inkaslarni yozib qo'ymanglar. Agar biror taklif fikringiz bo'lsa, ayrimxonada desangiz bo'ladi. Eskartish, agar meni ko'njo qo'yolmay turib, siz anda so'zlayotgansiz, munda so'zlayotgansiz deb unda taklifingizni berib qo'ysangiz men qabul qilolmayman. Men 4-oyning 17-kuni bir mazmun chiqarib, uzun muddat hikoyalarni anglab so'zlab olsa, g'alati ishlar yuz berdiga o'xshaydi degan mazmunda bir narsa chiqargandim-ku. Shuning bir misiyada tushuncha berib o'tay. Mening beshimga kelgan u g'alati ishlarning hammasi uy bilan munosabatga o'xshaydi. Uyim amlashgandan keyin unda ishlar qat'iy yuz berib baxmadi, hozir pek tinch. Men bundan keyin davomliq hikoyalarni so'zlayman. Mening hikoyalarimni yaxshi ko'rib anglayotganlar, qo'shib olmaganlarmi bor ekansizlar. Cho'qim meni qo'njoq qilib turib anglasanglar, men xush bo'lardim. Pek jiqqa qilib ketdim, men hikoyamizni boshlab ketaylik. Men sizlarga bugun bir to'rbetga yo'llangan bir yozma hikoyani so'zlab beray. Yo'ldoshlarning xalq rivoyatida mana bir gap bor ekan. Aynak bo'lsa, bizni yana bir olamga boshlaydigan bir yo'lmish. Bir qizal bor ekan, u nayti g'alati bir kasalga giribtor bo'lib qopti. Aynakka qarashdan qo'rqadigan bo'lib qopti. Aynaklam emas, hattoki shu nayti pokiz, chaqchuq tom va yoki shu telefonning qora ekraniga, ya'ni o'zining aks soyasi tushadigan har qanday narsaga tikilib qarashdan qo'rqadi ekan.
U qizning deyishicha, әйнекнең u tarafidagisi boshqa bir dunyomish. Shu dunyodagi g'alati maxluqlar biz әйнекka qaragan vaqtimizda bizning harakatimizni do'ramish. Uydagilar bu qizni psixik doktorga ko'rsatibdi. Psixik doktori bu qizga tushuncha berib, bu nihoyat normal, ko'p ko'riladigan bir xil psixikalik ahvol. Masalan, bunga bir misol olsak, sizga nihoyat tunishli bo'lgan bir xatga uzun muddat tikilib qaragan vaqtingizda, borgan siri u xatning notunish bo'lib o'zgarayotganligini his qila olasiz. Bu mana shunga o'xshab ketadigan bir ahvol deb bu qizga dorilarni bergan bo'pti. Bu qiz uyga qaytib kelib dorilarni yegan bo'lsa, hech qanday yaxshilanish bo'lmagandan keyin, "Rostdan mening psixikamdan chatoq chiqdimi nima?" deb mana bir sinoq olib beribdi. Ya'ni 2 kun uxlaydigan va hojatxonaga boradigan vaqtdan boshqa har qanday vaqtda shu uydagi әйнеккә tikilib qarab o'tiribdi. Bir qitim bu qiz әйнеккә qarab o'tirib suv ichayotgan vaqtida shuni payqabdiki, әйнекдagi o'zi suv ichmay bu qizga tikilib qarab o'tirgan. Shuning bilan qo'rqib ketgan bu qiz әйнекning oldidan qochib ketmoqchi bo'pti-yu, lekin badanni qat'iy midiriltamabdi. әйнек ichidagi o'zi bo'lsa, bu qizga tikilib qarab o'tirib shunchalik sat bir kulimsirabdi. Badanni midiriltamagandan keyin bu qiz qo'rqqandan yig'lashga boshlabdi. Yig'layotgan vaqtida bayatdan ichgan suv geliga turib qilib yutilib ketibdi. Shu yutilish bilan tangla badanning qetib qolgan ahvoli yaxshilanib, shu fursatdan foydalanib qochib ketibdi. Bu qiz yana bir qitim psixik doktorning qishiga borgan vaqtda, u psixik doktorning hech qanday gapiga qo'shilmabdi. O'zining gapida ching turibdi. Bunda bir misol qilib tepdi-da, qadimgi zamonda shu jinoyatchilarni jazolaydigan bunda bir usul bor ekan to'q. Ya'ni bir jinoyatchini o'rindiqqa chambarchas bog'lab, uning ikki tarafiga va oldiga shunday yo'g'on әйнекlarni qo'yib qo'ydik-a. Tamoq yeydigan va suv ichadigan vaqtda iliq әйнекlarni qora raq bilan to'sib qo'ydik-a. Boshqa vaqtlarda bu jinoyatchilar endi o'zining atrofidagi әйнекka qarab o'tirishga majbur bo'ldi-a. Oradan bir hafta vaqt o'tgandan keyin u jinoyatchilarning oldidagi u әйнекlarni ilib yetdi. Bu jarayonda ba'zi jinoyatchilar o'lib qoldi, ba'zi jinoyatchilar bo'lsa, әйнекdan, anadikin yo'riqlikdan va qorong'ulikdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ba'zilari ilishib sarong bo'lib qoldi. Shuning uchun әйнекning ichidagi dunyo hargizmi biz o'ylagandek undoq oddiy emas. Ya'ni әйнек hargizmi bizning aksimizni ko'rsatib beradigan bir qurol emas. әйнекda biz ko'rayotganimiz bo'lsa boshqa bir dunyo deb bu qiz ashta misol keltirib o'zining gapida ching turyapti. Doktor bu qizning u gaplarni olgandan keyin bu qiz har xil takliflarni bergan bo'pti. Endi doktorning diagnoz qo'yishi bo'yicha endi bu qizni Jingshanfiliyejang, ya'ni ruhiy bo'linish kasali deb diagnoz qo'yibdi-da. Bu doktor bu qizga dorilarni berib yo'lga sap qo'ygandan keyin ishxonasida o'z yolg'iz endi bu qizni qaysi jihatda davolasam bo'lar deb material ko'rib o'ltirib tuyuqsiz әйнекka ko'z tushib qolibdi. әйнекning ichida o'ziga o'xshaydigan birisi tikkida turib olib bu doktorga qarayotgan-ki. Bu hikoya hamshada oyoqlashibdi. Endi men u әйнекning ichida boshqa bir dunyo bor degan gapga ishonmayman. Endi bu hamda xalq ichida tarqalgan bir rivoyatga. Endi ishonsak bo'ldi, bu bir rivoyatda endi bundan anglab qo'ysak bo'ldi. Lekin meningcha shu әйнекka uzun vaqt tikilib qarab turgan vaqtimizda o'zimizda bir besim paydo bo'lib qoldi. Iliqi tuyuqsiz bir tashvish, ish qilib odamning ko'ngli shunda bir beoramchilikqa to'ldi. Shaxsan men shunda o'ylab qoldim. Sizlarmi әйнек to'g'riliq ko'z qarashinglarni pingluncha qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Unda bo'lsa bugungi hikoyam shu yerda oyoqlashdi. Xayr xo'sh.